ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman deb ham ko'p odam kuyinadi-da. Lekin aslida johil. Unga ham Sa'diy bir Gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushlab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashib uribdi, gulxan qilamiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Oy maymunlar, bu qurt, bu chug' emas." desa, bordi pudashib uribdi. "Oy bu qurt, bu chug' emas" desa ham ishonmasmiz. Pastga tushib tushuntirib, ovora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiring desangiz, aqli olmaydi. Sizga dushman ham bo'lib qoladi. Bir zarar yetkazishni niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushdi hidoyatda qilsin. 2019-yildagi Odnoklassniki tarmog'ida o'sha vaqtda layk bosgani uchun Sho'rchi tumanidan bo'lgan yigit demak 3 yilga qamalgan. 6 yil oldingi bitta videoga layk bosganligi uchun siz uni ijtimoiy xavfi qani buni? Bo'ya baraka topkurlar. Hatto mana bundan bir necha yil oldin Xorazmda yetimxonadagi yosh qizlarni zo'rlab kelganlarni amaldorlarni qamamasdan jazo berdilar, ochiqqa chiqarib yuborildi. Shuni ham shu sudlarimiz qildik. Uzoq vaqt davomida yetimxonadagi qizlarni o'sha ojizligidan foydalanib, zo'rlab, majburlab ularni qo'rqitib, shunaqa quldek munosabat qilib kelgan kattakonlarimiz mana ushlandi. Nega ularni qamamadi? Hech bo'lmasa ularga bunday hozirgidek jazo ham berilmadi-ku, ochiqqa qo'yib yuborildi-ku ular. Nima emish? Qonunda unaqa og'ir tomoni yo'q. Ularga kelganda yengillik qo'llab berildi-ku. Bu ish bilan u ishning orasida qani zarar, ijtimoiy oqibat